Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men o'sha Zuko kanalga obuna bo'lib, videoga like bosamiz va Telegram kanalga ham obuna bo'lib, modlarni yuklaylar. Endi hozir agar o'tdagi narsalarim bor edi, merga beradigan. Hozir yana agar o'tda o'sgan ekan, olib bir yo'l merda olib boramiz. Stop. Bilamasiz, hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq mingta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya. Va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq mingta bo'lishim. Qo'shimga ochiq ekan. Qo'shim yo'q shekilli. Bironta joyga ketgandi yoki merda oldiga chiqadi, eshik ochiq qolibdi. Shundan kirib chiqdik. Bo'lib ketdi. Endi mavdolarga bo'ldi. Obunachilar yoki kartoshka ekan. Sizlarga modlar kerak bo'lsa, qiynalib, istab, bilmalab qidirib yurmanglar. Sizlarni yomonlamoqchi emasman. Sizlarga yaxshi bo'lsin degan maqsadda obunachilar. Endi videoni yaxshilab tomosha qilinglar. Men kecha video qo'ygan edim. 19 ta obunachi yig'ibdi. Bitta video 19 taga ko'tarilibdi. Mana men boshqa narsalar. Obunachilar, endi kommentariyaga o'tib, video haqida ma'lumot yozinglar. Hozir qo'yaman. Hozir bo'lyapti. Zapa. Mana obunachilar. Xolos, kamera bilan o'ldirib qo'ydi. Endi ushlab olamiz va ertalab merda oldiga borib narsalarni berib qaytamiz. Aytgancha qo'shnimda qarzim bor edi. Ya'ni qo'limga ketmon, meniki emas. O'zim yurtma qilaman. Desam qo'shnim narsalar qani? Hadi ikkita divani bo'lish kerak edi. Hechkasi bor edi mana. Sandıkta hiç böyle yok. Nerede stolları buluş gerekiydi. Kompüteri kanı. Kameralar hem yok. Yani o zaman kamera alıştırıp gören şekilli. Hop. Yo. Endi merda oldiga borib kelishdan bizim paytda hujum qilaman. Hadi. Video xato. Hoppa. Oho, это галема, блин. Anam qo'rqdim tashlab yuboraman. Qaniydi. Yana ujo'laganimda samolarda uchib. Masalan, bitta kreativ, ya'ni adminlar shunaqa qila oladi. Videoga qoladi. Yerdan ko'ramiz.
Masalan, berib merdan bir yo'li so'rab olamiz. Mer, sizga nima bo'ldi? Bak. Bak bo'lyapti. Salom Mer. Salom. Sizga nima bo'ldi? Shu kiyimlarimni almashtirdim va boshqa peshobga kiydim. Sovuq bo'lyapti-ku. Siz hozircha sovuqmi? Siz sovqatyapsizmi shunchalik? Shunchalik sovqatyapsizmi? Miya ishlayaptimi o'zi? Yozda sovqatishga balo bormi? Bu meni ishim, seni ishing bo'lmasa yo'qol. Hozir nimaga kelding meni oldimga? Shu sizga bug'doylarni, donlarni kartoshkalar beraman dedim. Bu tez agarda ko'p bo'lsa, oyligini ko'taraman. Yaxshi. Mana. Hoppa. Yep. Olmaysizmi? Tashiyman, hozir olasiz. Mana. Qani, yaxshi ekan? Yaxshi, bo'ladi. Zo'r. Oyligini ko'taraman. Qanchaga? Hozir siz $700 olyapsizmi? Ha, $700 olyapman. Shu $700 $1000 qilib, yo'q, $1000 emas, $1200 qilib beraman. O, rahmat kattakon, bo'pti. Aka, mer sizdan bitta narsani so'rayman dedim. Ana qo'shnim yo'qolib qolibdi. Sizga hech balo demadimi? Yo'q, hech narsa demadim. Unda men ketyapman, mayli. To'xta. Ha, mer. Nima deysiz? Menga qo'rqinchli daraxtlardan o'tin olib kelib ber. Mayli. O'ka kirasiz, boltangiz bor ekan, meni bolta yo'q edi. Hoppa. Qancha kerak? Shu 32 ta kelsa yetadi. Mayli. Eshikni ochamiz, yopamiz va ketamiz. Va bo'ldi. Endi daraxtlarni chopamiz. Faqat oxirida chopdingmi desam, ber, qishloqdan haydaydi. Hozir bir qishloqqa kelib qolganman, shundan beri haydayman deyapti. Qoch merdi Bangladeshga qoch. Naka yashil badri. Naka savdo o'tgan. Obunachilar, ahamiyat bermasizlar. Kartoshka gallalardan qoladi. Orada. Jo'ga teginglar. Yana chopda yaxshi. Yerni olgan chopadi. Arbala. Si bo'lmasa shu. Yo'q. Qo'ya men sizni nima deysiz? Chapalaysan, o'ynash mumkin. Qo'yadi. Oho. Iya, qalb. Salom qo'shnim. Oyat. Nima qilyapsan bu yerda? Oyatullo qo'shnim, nima qilyapsan? Jon qo'shnim. Bog'-bog'imda bu yerda, nerda uyini tagida. Nima bor? Shu yer sovuq, ana shuning uchun yerda uyini tagiga yuqirgan edim. Hamma qo'shnilar mendan yordam so'rab, hech kim menga uy qurishga yordam bermadi. Ana shuning uchun esa men o'zim mashinadan yuqirib, belodan qochib ketdim. Bugun men senga yordam bermoqchi edim. Nima bor bu yerda senga? Bu yer tashqi tomondan ko'ra men ham sovuq, issiq kunlarda sovuq bilan, sovuq kunlarda esa issiq. Ana shuning uchun yurtda uy qurib olgan edim. Sen ham menga yordam bermading. Men senlarga hammaga yordam bergan edim. Sen menga yordam bermading. Xafa bo'lma, men senga bugun vaqt ajratib, nima yordam bermoqchi edim. Mana shuning uchun vaqtim bo'lmagan edi. Uzr, jigar uzrayman. Mayli, lekin Zo'qol, sen menga yordam beraman deganmisan? Ha, yordam beraman deb. Aynan bugun mana qo'limda mana. Senga yordam beraman deb keldim. Hatto ketmoningni ham olib kelaman dedim. Mana ol ketmoningni. Sendan uzr so'rayman. Mayli. Lekin men eng yaxshi ko'rgan do'stingman-ku. Qayta buni qilib qochib ketma. Xo'pmi, Oyatullo? Mayli, jigar. Mayli. Bo'pti. Faqat men hech kimga, ya'ni menga ham aytib qo'yma. Nimaga? Yana menga narsalar buyurib,
har xil narsalar deb gapiradi. Undan ko'ra, men ovqatchi berdi uyini tagiga yashayapman. Soliq pullari ham yo'q, mazza. Hatto berdi ishidan charchagan edi. Mayli, aytmayman. Lekin bizni tashlab ketma. Hayır. Aytgancha. Sendan hali ketmoningni so'rab tursam bo'ladimi? Ha, bo'ladi, lekin hech kim ko'rmagan paytda so'ra. Xo'pmi? Mayli. Endi bu yerga yopib qo'yamiz. Hoppa. Hoppale. Mana. Endi daraxt topishibdi. Aytgancha, obunachilar, mening Telegram kanalimga